Dunyo qurilish sanoati bugun bunyod bo'layotgan har 10 ta energiya samarador binoning 7 tasida bazalt asosidagi izolyatsiya materiallari ishlatilyapti. Bazalt tolasi so'nggi 10 yilda ehtiyoj eng tez o'sib borayotgan qurilish materiallaridan biri. Endi u Surxondaryoning Termiz tumanida ham ishlab chiqariladi. Loyiha bundan 2 yil oldin tashkillashtirilgan. Ishga tushish davri 2025-yil dekabrda ishga tushirdik zavodni. Hozirgi kunga 200 nafardan ortiq ishchi bilan ta'minlangan. Jarayonlar juda ham zo'r. Yurtboshimizga rahmat deymiz. Sababi biz ishlab chiqaradigan mahsulotning nomi bazalt, ya'ni bazalt asosidagi issiqlik izolyatsiya mahsuloti. Bu juda ham xalqqa kerakli bo'ladigan mahsulot. Sababi qishda issiq, yozda salqin, Termiz vazifasini bajarib beradi. Elektr energiya sarfini masalan 40% gacha ham kamaytirib beradi. Bu o'ylashim bo'yicha O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo bo'yicha kerakli bo'ladigan mahsulot. Hozirgi kunga kelib mana har bitta viloyatlarda bazalt zavodlar ochilyapti. Bunga ehtiyoj bor. Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, ya'ni voha bo'yicha Surxondaryoda ta'minotchi. Kunlik 100-120 tonna bazalt mahsulotini ishlab chiqaramiz. Korxona qiymati 26 million dollarni tashkil etadi. Loyiha doirasida yiliga 30 ming tonna bazalt xom ashyosini qayta ishlash quvvati yaratilgan. Bu 345 milliard so'mlik tayyor mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi. Mana zavodlar ishlayapti, texnologiya o'zlashtirildi, mahsulot bozorga chiqyapti, ammo soha bugun ishchi holatda. Talab oshyapti, endi takomil kerak dedi prezidentimiz. Bu g'oya yo'nalishda ilmiy institut joriy etish tashabbusi bilan bog'landi shu yerda. Ya'ni qurilish materiallari sohasi O'zbekistonda endilikda o'rganish emas, ilmiy tizimli rivojlanish bosqichiga o'tadi. Bazalt xom ashyosining 95% Surxondaryoning Oltinsoy tumani konlarida. Bu struktura ko'rsatyaptiki, bu yerda importga qaramlik minimal, valyuta chiqimi cheklangan, mahalliy sanoat zanjiri to'liq ishlayapti. Global qiyosni oladigan bo'lsak, rivojlanayotgan davlatlar uchun 70% mahalliylashtirish yaxshi ko'rsatkich sanaladi. Loyihada esa bu raqam 95% ga teng. Davlatimiz rahbari ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishar ekan, mahsulotlar sifatini yanada oshirish, eksport yo'nalishlarini rivojlantirish muhimligini ta'kidladi. Yana bir muhim faktorni aytib o'tishim kerak. Loyihani Afg'oniston chegarasida Termiz xalqaro savdo markazida joylashgani bu xalq uchun muhim omil. Zotan qurilish sanoatida logistika ulushi 25-30% tashkil qiladi. Agar chegara yaqin bo'lsa, bu xarajatlar o'z-o'zidan 15-20% ga kamayadi degan. Bu yerda esa ko'rib turibsiz, shundoq mahsulot chiqadi, darvozadan narida tashqi bozorga yo'l. Bu o'z-o'zidan savdoni tezlashtiradi. Mahsulotlar esa ichki bozor bilan birga Tojikiston va Afg'onistonga eksport qilinyapti. Oldinda bundanda kattaroq rejalar bor. Davlatimiz rahbari shu yerda viloyatning qurilish materiallari sanoati sohasini rivojlantirish borasidagi loyihalar taqdimoti bilan ham tanishdi.